2026-yil GM hamda Innomarka narxlari necha pul bo'lyapti? Do'stlar, ko'pchilik bizdan o'tgan safar so'rovdi. Cars Premium Motorsga yana yetib keldi. Ya'ni yangi mashinalar bor ekan. Hozir videodan oldin, video davomida ko'rayotgan mashinalar. T55 mi? Qaysi mashina edi? Baraka bo'lgan? 500 T55imiz hozir chiqib ketdi. Endi baraka bo'ldi. Aytdik, ha, xudo xolasa baraka bo'ldi. Hozir kraskalarni tekshirtirib, notariuslarni qildirib beramiz. Xudo xolasa, zo'r. Qaysi mashinalarimiz keldi, Sheikh Muhammad? Yangi. Xo'p. Bugun kirib kelgan Sarento'yimiz bor, 2.5 motorli en fulli. Xudo xolasa Taho'yimiz kelgan va BYD sal nomi Singalmi, nima u boshqa? Singal 6 mi? Ular bittada tushunishlaring uchun BYD hamda kuzovida gibrid mashina 2000 km общий siklda yuradi. 2000 bunaqa gibrid yo'q. 2000 km yuradi общий. Gap yo'q. Xudo xolasa. Birinchi bundan boshlanamiz. Ma'qul aka. 2024 mashina bir qo'l 14 ming yurgan. Holatlari yangi bo'lib turibdi. 2.5 motor full. Asha shaybali skorost передатчик, head-up display, bo'sh akustika, panorama, 3 qator 7 ta mestali, eng fullda chiqadigan diska balonli Kia Sorento. Mashinamiz 14 ming yurgan. 2024 bir qo'l, eng fulli 2.5 motorli edi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 45 ming kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi, gap yo'q. Keyingisi o'sha BYD 2025. Mashinamizning probegi hozir bitta ko'rib beraman. Mashinamiz hozir kirdi. 30 mingga bormadi deyotdi. Hozir ko'rishyapti. Xudo xolasa. Xo'p. Nima bosamiz? Hozir ko'rsatib bir yo'l berishadi, do'stlar. 26 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Qora salon, mashina 2000 yurgan. Yangwang 6 mikan shunaqangi deyilardi, adashmasam. Shu 2000 kilometr yuradigan BYD o'zi bir dona bunaqa mashinasi. Xo'p, kraskalari toza chiqdi. Kecha tekshirtirib olganmiz. Kech payt olishdan hozir mo'kalan qilib salonimizni ichiga olib kirdik. Mashinamizning narxi $27500. Kelib ko'rishni kelishtirib beramiz. Mashina yurishlari hamma yo'qlari chotki. BYD ham qanaqa kuzovda bo'lsa, orqa ko'rinishlarigacha deyarli o'xshash, faqat salon ichlarini, ko'jalarni bitta ko'rsatib o'ting, juda ham chiroyli dizaynda. Gap yo'q. Ko'jalari ham umuman boshqacha chiqqan ekan, salon holatlari. Ularning karbonoviy stavkalarda. Rejim vajdeniyalari bor. Zo'r. Orqalari ham chotki. Keng diskalari ham qora diska, night paket. BYD Handikiga o'xshaydi. Endi tushunarliroq bo'lish uchun aytib o'tyapman. BYD Handikiga o'xshash. Zo'r, gap yo'q. Keyingisi Taho hali tayyorlanmoqda. Hozir endi mana mo'kalarni qilmoqchi bo'lib turgandik. Mashinamiz ma'lumot o'rnida 23, 56 ming yurgan. Narxi endi chiqadi. Narxi endi chiqadi. Hali mo'kalarni qilib, mashina kraskasi toza. Toza. Toza tekshirtirib olganmiz aka. Gap yo'q. Aytganimizda mashina yuyilmagan, yuyilsa yana ham umuman boshqacha turadi, xudo xolasa. Xo'p. Keyingisi Cobalt'imiz 2025, 16 ming yurgan propan gazli, kraskasi toza. Zo'r, summasi 11800. 11800. 10x 10x 2025, 25 bu aka. 4 yumshoq balon, tonirovka 45 ming probeg. 45 ming probeg. Narxi 14 ming. Redline, eng full 7-paysi. Bitta propan qo'ysa bo'ldi. Bitta propan qo'ysa, zo'r bo'ladi. O'zligi uchun bitta shumka qolsa ham yaxshi. Zo'r. O'zlari uchun shumka qilib olsa bo'ldi. Lekin o'zi bu shumkasi bor ekan. 4 teshikda. 4 teshikda bor ekan. Maza qilib meni yuraverasizlar. Qolgan joyini qilish ham shart emas, bunda 4 teshikda bor. Bo'ldi. Endi 12chilar o'zi haydaganlar bilan shumkasi sal qiyin aka. Bo'ldi. Hop, bu nimasi? Hop, Gentra Darkman Blue 2023, 63 ming probeg. Mashinamiz kraskalari toza, 4 teshik shumka, Malibu bar, rul, salon shinalar qilib qo'yilgan. Olib haydashingizga tayyor $12100. Zo'r narxda xudo xolasa 909 pullargacha bor. Malibu bar, rul, tonirovka. Gentraga qilinadigan hamma narsani qilib qo'yilgan. Gap yo'q. Hop, endi kabej narxini sraz boshidan aytib o'tiladiganda $20000. 2022 kraskasi toza, bamferlarigacha o'ziniki. Pozitsiyasiga to'xtaladigan bo'lsa, GT Line farada o'z zavodskiy chiqqan, bamferlarigacha zavodskiy, o'sha bamfer ham GT Line da chiqadigan, eng fulldan. Qilingan ishlari 4 yumshoq balon, GT Line diskalar qo'yilgan, eng fullda chiqadigan. Kojinli salon bo'ladi mashinamiz, akustikalari bazaviy emas, bo'z. O'sha eng fullda chiqadigan bo'z akustika. Siddeniya qizitadi, orqa siddeniya ham qizitadi, rul abagrev bor, rejim vajdeniya bor, panoramasi yo'q. Gap yo'q. 77 ming yurgan, 20900 2022 toza. Propan gazigacha uстановka qilib qo'yilgan. 2 litrli motor. Gap yo'q. K8 kelgan. Bu endi suyadigan mashinalardan ham ancha. Ha, juda ham ana kuzov chiroyli mashinalardan. 2023 mashinaning kuzovi 25-yil salondan olingan. Hisob ma'lumot. Gap yo'q. Oldichasi bron, tonirovka hujjat, Michelin balon qo'yilgan. 40 ming probeg,
summasi $35.900. 35900 dollar. Keyingi mashina Sunnet. 3-pozitsiya full GT-Line diska qo'yilgan, kraskasi toza, 32 ming yurgan, parvoga ustanovka qilingan, 2020 motor, narxi $16.700 dollar. 16700 dollar. 3-pozitsiya fulli bu. Gap yo'q. Qisqacha bo'ladi. Kia Tracker Redline 4 yumshoq balon tayyorlovkasi bor, 12 ming yurgan, 2025, mashina full, narxi $18 ming dollar. Gap yo'q. Keyingisi Donfen 008 Ultra eng fulli, xolodilniklar yuradiganidan, orqa televizori boridan, massajigacha bor. Eshiklari knopkada ochiladigan 2025 27 ming probeg. Kraska toza. Narxi $28.900 dollar. gap yo'q. Keyingisi Lisan L9 Ultra. Avtomashinamiz Ultra hamma full. Navroti juda ko'p, massajigacha bor, pnevma bor. Kraska toza, motor 32 ming probeg. Telefon qilishsa narx va boshqa ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. tushuntirib beriladi. C16 C16 2 dop bo'pti. 2024 27 ming probeg, kraska toza. Bitta lidarda farq qiladi, lidari qo'yib qo'yilgan. gap yo'q. Tayyorlovka hujjati bor. Narxi $27.500 dollar. Gap yo'q. Xo'p, yangisi Lisan L8 Pro versiyada 22-yil, kuzovi polniy bron, kraska toza, 67 ming probegda, $39.900 dollar. zo'r. Narxiga. Captiva 2018-yil 53 ming probeg, propan gazi bor, 4 yumshoq balon, tonirovkalar qilib qo'yilgan. 18-2.4 motor, 4-pozitsiya. Xo'p, narxi $18.500 dollar, juda ham akkuratniy qarab haydalgan. Gap yo'q. Xo'p, yangisi Sorento narigisi sotuvda. ha, narigisi sotuvdi. Bu sotilib bo'ldi. Shunaqaroq aka. Sotilib bo'ldi. Bunimiz-chi 10x. 12-imiz Premier plus pozitsiyasi, Redline'dan bitta oldingisi, faqat chiziqlarida farq qiladi. Shunga bo'lgan ekan. Full bo'lgan shunga, tomigacha shunga bo'lgan. Gap yo'q. Xo'p, 4 yumshoq balon qilingan. Hozir buni bitta ichini ochib ko'rsatmasam, qilingan ishlarini tushuntirishimiz qiyin. Nomerlari ham chiroylisidan, qirg'i kichkina 3 tasidan. Zo'r. Xo'p, 10x ga mashinamizga qilingan ishlardan 4 yumshoq balonlar taqilgan, Malibu bar, Malibu Road, salon shifkalari tikilgan, full sumka bo'lgan. gap yo'q. 2024 Premier Plus aytib o'tganimizda. Zo'r. Probegi qancha bo'lgan deydigan. Mana 56.900 km, 591 km masofani bosib o'tibdi. Xudo xolasa. Kraska toza, 4 yumshoq balon. Narxiga aloqaga chiqsa kelishtirib so'raladi. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Qarilgan, chizilgani yo'q, propan, metan. Yo'q, mashina benzinda yurgan, o'zligi uchun hamma yo'llarni ishlarini avrat qilib qo'yilgan ekan. Hamma yo'llarni qilib qo'yilgan, gap yo'q. Tayyor holatda. Tayyor holatda. Hop, keyingi mashinamiz Hop, Cherry aka. Cherry'imiz 2023, Cherry Pro. Lyukligi bu aka, lyuksizdan emas. gap yo'q. Hop, 2023 kraska toza 7 Pro aytib o'tganimizda. Probegini bitta ko'rib beraman. Kecha kuni kelganda. Kecha keldi. Ko'p mashinalar yangilik kelibdi. Balonlari ham mana yangi holatda ekan, yangi qo'yilgan ekan. Olas, minas. Xudo xolasa. 53 ming bo'pti aka, probeglari, kraskasi toza 2023. 7 Pro, ashi panorama lyuki borana. Gap yo'q. Hop. 1.5 turbo va adashmasam bular shunaqa. Shunaqa aka. Narxi $18.500 dollar aka. $18.500 shu. Trekkerimiz? Trekker eng birinchi pozitsiyasi. Diskalari, propan gazli uстановka qilingan, o'sha qulf kalitli. Gap yo'q. 70 ming atrofida yurgan, kraskalari toza, holatlari yaxshi, yomon emas. Yumshoq balonlar taqib qo'ygan, kecha kuni moylarini almashtirib qo'ydik. Olib haydashga tayyor qilgan holatda to'g'rilab chiroyli qilib qo'yganmiz. Narxi 13 ming bilan 14 ming atrofida chiqadi. Telefon qilsa yana to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz aka. Parollarga uстановka qilib propan gazda qo'yib qo'yilgan. Gap yo'q. Xudo xolasa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, ishonchli joyini so'ralaymi? Mana sizlarga ishonchli joyi. Biz o'zimiz ham mashinalar shetdan olamiz. Hali aldashgani yo'q. Bundan keyin ham aldashmaydi. Ishonchli joyini so'raganlarga pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta, mo'ladagi nima bo'lsa, qiziq bo'lsa, Cars Premium Motors Telegram, Instagram yozsa, narxi bilan sразу e'lonini narx chiqishi bilan qo'yib qo'yamiz o'zimiz ham aka. Hozir narxini to'liq aytib bera olmaganimiz uchun ma'muriz, to'g'ri shunga holatda. Chunki bizga ham aytishgani yo'q hali, biz ham bilganimiz yo'q. Aytsa, sразу qo'yib, aytib, keyingi safargi YouTube kanaliga ham qo'yib beramiz, xudo xohlasa.